Bu kamilla gulimiz asosan shu Yevropa davlatlarida o'sadi. Bo'yi 2 metr, 3 metrgacha o'sganlari bor. Daraxt shaklida o'sadi hovlilarda va juda chiroyli ochiladi. Gullari atirgulga o'xshaydi. Lekin bizda tuvakda ekilganlar keldi. Juda ko'p odam yaxshi o'stira olmadi bu narsani. O'zbekistonga, Surxondaryoga uncha moslasholmadi qandaydir. Lekin buni tuvakda bo'lmaydi deb o'yladim men. Tagiga torf ekib, mana shu o'g'itlardan ekkanmanda yumshoq qilib tagini juda ham boshqacha o'g'itlarini berib ekkanman endi bu yil. Shuning uchun ancha o'zgardi ko'z tegmasin. Bu o'zgarmasa birdan bargini to'kib boshlaydi o'zi. Bargini to'kmadi bu yil, yaxshi. Hozir bugun gumbat kaliya degan dori bilan barglarini doriladim. Bu ildizini ham baquvvat qiladi, barglarini ham immunitetini ko'taradi daraxtning. To'proqdagi juda bir har xil o'g'itlarni yomon narsalardan tozalaydi dedi qisqasi. Gumbat kaliya juda foydasi katta bu gullarga. Yashilligini juda ham chiroyli qilib beradi. Yam-yashil qilib barglarini ham. Mana hozir doriladimda buni shuning uchun videoga oldim.